o'g'illarimsiz chopinda tez chaqirib keldingiz. Hozir. Katta o'g'li deverasizmi? Men mana xonakamni yeraman. Faqat gartakkina kichkinaman xolos. Atiga 15 yoshga. O, zo'r bo'ldi. Bu sal katta emasmi? Hali katta rasdan kuchaymas saqtiyas. Bu gapni oxirgi marta maktab forma qilishda ayamdan eshitdim. Telefonni qo'llayapman, telefonni berib tur. Mana kichkintoyim. Men Maksim Galkin deb saqlanib qo'yganmisan. Alla Pugachova 1 million not qo'yim bo'ldi. Xotin kechqurunga padanda bara qilag'ay yomon charcham. Unga o'tim yaxshi ishlamaydi-ku. Qo'y go'shida sho'rva bo'lmasa. Unga davlen ham bor-da. Ashkarda mantiqi qay? Xomir menga og'irlik qiladi-da. Ha, onalarini yesin. Aldandim, bir ter non deb qopqonga tushgan chiqqancha mendan baxtli edi hozir. Yosh kattasini uyi bo'ladi, mashina bo'ladi deb jirtillab uylanib Endi yurasan kuniga 3 malmanni kashiye. Jimirtakchan pensiyam tushibdi, borib shashlik yeb kelaman. Ho, yosh kattaga uylangandan pul samollari bor ekan-ku. O'zimni momoycha xotinimdan aydanib ketay.